Anlaşım yurttaşlar kanal fiyatçıları 5 etaj taza domumuzun 5. etajında 3 xonamiz 86 kvadrat tayyor holatda kvartiramız satıb qo'yilgan ekan. Lokatsiyamizga e'tibor beramiz. Bu yon tarafdan kelsangizlar, telesenter tarafdan kelasizlar. Ferma ko'chadan o'tganlaringizdan keyin ko'p tonlarning shu yerimizda yana 5 etajli taza domlarimiz bor. Shu yerimizdagi domda bo'ladi. Yo'lning ustundagi dom yurttaşlar. Birga aytib yurib dans chiqamiz, yaqinlarimizga ulashib qo'yamiz. Asa yetdik. Yurttaşlar 5. etaja yetib keldik. Her etajimizda 2 xonadan bo'ladi. Chap qo'limdagi xonadanni ko'rib chiqamiz. Kirpishli dom, toza domda bo'ladi. 86 kvadrat, 3 xona uyni ko'rib chiqamiz. Bismillah. Oyoq telarimiz ham laminat, kuxnyamiz, oyoq telarimiz kafel, fonda turibdan bir, eshikamiz high-tech variantlardan qo'yilgan. E'tibor beramiz, bu yon tarafimizda girish qismi, berimizda umumanliklarimiz tashalgan, belamizda mana kafelar urilib turibdi. Lokatsiyamiz dik yo'lning ustundagi domda, g'ayuda ferma ko'chadan o'tganlaringizdan keyin chap qo'lingizda shu yerda toza domlar bor, shu domlarda bo'ladi. Berimizda zal, mehmonxonasi, общий zal, katta tushgani, e'tibor beringlar. Endi ham uzun ekan. Hammasi qoladi, gilamlarimiz ham yaxshi gilamlardan döşalgan, qalin registrlar tashlab turibdi. Bu yerda yana konsollarimiz ham bor. Dik yo'lning ustundagi dom yurtdoshlar, inshaalloh emas, yana ko'rishingiz mumkin. Yo'l yo'rinib turibdi. Lokatsiyamiz zo'r. Bedayna televizor uchun rozetka antenna joylarimiz yetib turibdi polni. Televizor qistirib beraverasizlar. Bu yon tarafimizda yana kuxnyamiz. Kuxnyalarimiz zaminat ulatib tuzatilgan, akkurat bo'lib turibdi. Bu yerda o'tiradigan ustoyamiz bor. Kuxnyamiz o'zi ham keng ekan, xolos zo'rg'alib qo'yib, polni o'tiradigan ustoya dussangizda bo'ladi. Dukontani katyolarimiz bera oladigan gaz suv svetdan option muammo yo'q, xudo xolasa. Wi-Fi'larni o'ngan ekan. Gaz plitga ishlarimiz ham tayyor. Oyoq telarimiz yine kafel. Koridorimiz ham keng tushgan ekan. Berimizda spalni hem bir fonda jolis pardalarimiz qo'yilgan, registrlar tashlab turibdi yana. Bu yerda ham televizor zonamiz bor. Vanna to'letchalarimiz ham oddenniy, berimizda vannasi yana kafeldan chiqib turibdi, uyg'oq vannalar qo'yilgan kattasimni. Bu yerda umumanliklarimiz tashlab turibdi. Bu yerda kir mashina uchun yana kanalizatsiya, suv to'shishlarimiz yeb turibdi. Berimizda tualet. Restoranimiz bor. Berimizda yana bir spalni. Spalni garnituralarimiz ham bor. Hammasi qoladi, jolis pardalarimiz qo'yilgan. Mebellarimiz ham normal nisasyon. Oyoq telarimiz laminat. Yurtdoshlar shunda buni narxini keladigan bo'lsak, narxi 410 million kelishib beriladi. Kim ham ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.